Bu videoni ko'rganlaringdan keyin granata otish bo'yicha mahoratlaring oshishi aniq. Talablarga ko'ra part 2, ya'ni qancha masofaga qancha sekundda otish kerak granatani. Qani go bu videoni granatani otolmaydigan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Hop, men boshqa joyga granata otmoqchiman, lekin uzoqdan granata otib boraman. Nimaga? Chunki yaqindan ochsam meni granata ochganim eshishi mumkin va qochib ketishi mumkin. Granatani shunaqa darajada otinglar-ku, sekund 0.0 bo'lsin. Ya'ni granata tushgandan keyin protivnik qochishga ulgurmasin. Device slabiylar 20 fps, 30 fps larni oladi. Bizda device'imiz slabiydi. To'g'ri, 120 fps larga tayyor o'ljasizlar, lekin granata otishni o'rganinglar. Prosta turgan joylaringdan bitta telefon bilan hal qilganda hal qilib qo'yasizlar. To'g'ridan otisholmasanglar granata bilan otinglar. Yashash uchun kurash, boshqa iloji yo'q. Birinchi o'rinda bu protivnik tosh orqasida, ikkinchidan qo'lida drabashka bor. Borish juda ham katta xato. Va yana bizning ishimiz granataga qoladi, kuzatinglar. Bu yerga pastga tushguncha orqaga qarab qochgandek ko'rinadi va protivnik bizni bosadi deb o'ylamaydi. Va yana eng sizlarga katta opit granata otdinglarmi, o'zidan qochinglar. Mabodoga ular ham sizlarga qaytarib granata otgan bo'lsa, taylagan granatada tushib qolishlari mumkin. Gap isboti bilan. Bir marta sanda o'xshab qoldi desanglar, har safar granata otgan paytim yaxshilab e'tibor beringlar. Granata otdim, o'zidan qochaman. Sizlarga ham shuni tavsiya beraman. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyga shunchaki OK so'zini qoldirib qo'yinglar. Va bunaqa sifatli kontentni qayta ko'rish uchun menga obuna bo'lib, videoga like bosib, ishdan chiqmasin.